Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Ushbu duoni men faqat bir insonning vafotidan keyingina aytiladi deb o'rgangan edim. Lekin Qur'onda Baqara surasi 155 va 156-oyatlarda shunday deyilgan ekan. Albatta, sizlarni bir oz qo'rqinch va ochlik bilan, mol-mulkka, jonga, mevalarga nuqson yetkazish bilan sinaymiz va sabrlilarga bashorat ber. Ular o'zlariga musibat yetganda, albatta biz Allohnikimiz va albatta biz unga qaytuvchimiz deganlaridir. Demak, musibat yetganda, har qanday mulkka, jonga, sog'liqqa musibat yetganda musulmon kishi sabrli bo'lishi va Janobi Haqning o'zi o'rgatgan duoni qilishi kerak. Bu duo Qur'on tilida inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb talaffuz etiladi. Buni aytishni qisqacha istirjo deb aytishadi. Yana bir boshqa hadisi sharifda payg'ambarimiz alayhissalom birortangizning oyoq kiyimi ipi uzilsa ham istirjo aytsin deydilar.